Hamid aka, zapchastlarning nomini g'alati aytasizlar. Qanaqadir proklatga, pampers, bir normalniy ism qo'ysa bo'lmaydimi, aka? To'g'ri, lekin zapchast temasida odamlar bilan bir-birimizdan tushunib olishimiz uchun biz zapchastlarga antiqa laqablar qo'yib qo'yganmiz. Okey, mana masalan, mana bu dushga o'xshaganligi uchun bu motor ходовойda turadigan dush zapchast deymiz. Masalan, chuchvara. Ko'pchilik bu narsani chuchvara demasa, boshqa nomini biz bilmaymiz. Samor kripleyni. Okey, bu binokl deymiz, chunki binoklga o'xshaganligi uchun. Masalan, chashka, diskani chashkasi, biz chashka deymiz. Masalan, mana bu sasok, g'alati gapi. Okey, mana bunaqasi ham bor. Cho'chqani dumi. Cho'chqani dumi demasangiz, bu ishlagan siz bozordan aniq topa olmaysiz, okey? Mana bu xartum. Okey, yana har xil zapchastlarimiz bor. Batinka bor, pampers bor, prokladka bor, okey. Har xil zapchastlar bor. Agar yana nimadir zapchastlarning nomi yoki laqabi qolib ketgan bo'lsa, kommentariyada belgilab keting. Ya'ni nima mana bu? Buni aytolmayman, ukam. Buni kommentariyada odamlarning o'zi yozib keta qolishsin. Bo'pti. Nima nomi aka? Nima o'zi aslida nomi? MC Padushka. Ya umid qo'ygan buni ayting. Sizga o'zi nima zapchast kerak? Bizga murojaat qiling. Ja tushunmasangiz, nimagadir o'xshattirib tushuntirib bersangiz, biz sizga imkon qadar uni tushuntirib berishga harakat qilamiz yoki o'zimiz sizga yengil laqam topib beramiz. Bugungi videomizda okey, kommentariyada ozgina kulishamiz. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Okey, video yoqqan bo'lsa, o'sha gap bitta like bosib qo'yasiz.